Hammaga salom. Bugun yana sizlar bilan yuzimizga uhud qilamiz. Bu uchun menga kecha ortib qolgan qatiq bilan bodring kerak bo'ladi, ya'ni kechagi smuzi. Videoni ссылкасini описаниеda qoldiraman. Bemalol qanday tayyorlanishini ko'rib olsanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda yuzimga maska surtishdan oldin sochimni yig'ib olaman. Sababi maska surtganimda sochimga tegmasligi kerak. Okey, endi boshlaymiz. Mana ko'rib turganinglardek yuzimga ham surtib oldim. Sizlarga bitta narsa, buni har kuni foydalansanglar ham bo'lar ekan. Kecha shunaqa yuzim toza va tiniq bo'lib qoldi, ishonsanglar. Mana shu yuzlarim oppoq, xuddi tonalka surtgandaqa bo'lib qoldi. Shu uchun sizlarga ham foydalanishni tavsiya qilaman. Hammanglarga rahmat. Like bosishni, obuna bo'lishni va asosiysi saqlab qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr.